Assalomu alaykum o'rtoqlar, hamkasblar, G'ayrat Alimboyev kanaliga xush kelibsiz. Kamina siz bilan kadr ortida G'ayrat Alimboyev. Do'stlar, ancha vaqtdan beri kanalimda o'rgatuvchi darslar bo'lmagandi, darsliklar. Hozir qisqachagina bitta effekt haqida sizga tushuncha bermoqchiman, o'rgatib o'tmoqchiman. Bu effekt nomi Pixel Motion Blur deyiladi, ya'ni o'sha Motion Blur degan effektni. Motion Blur bu nima? Hozir mana bu siz ko'rayotgan kadrga e'tibor qaratsangiz, hozir pauza qilsak, mana bu atrofi, mana shu kadrda mana bu atrofiga ko'rsangiz, bir shuvalib ketyapti-da, shuvalib ko'rinyapti. Mana shu narsa motion blur deyiladi-da, motion blur effekti deyiladi mana shu shuvalishga. Hozir men bu narsani o'chiraman. Mana bu original kadr. Original kadrni qarang, play qilaman. Bu yerda bu narsa, bu motion blur effekti ko'proq o'sha kadrlar tezlashtirilgan vaqtida bilinadi. Siz ishlatayotgan klipingizda masalan tezlashtiradigan joy bo'lsa, tezlashgan joy bo'lsa, o'sha yerlarga mana shu motion blurni qo'ysangiz, bir boshqacha bir chiroyli effekt beradi-da. O'zingiz qarang, masalan hozir mana bu kadr qanday-yu, mana bu kadr qanday. Mana bu ikkinchisi chiroyliroq ko'rinyapti, to'g'rimi? Bir shuvali, bir boshqacha zo'r effekt beradi-da. Aslida videoni asli ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Motion blur effektini bergandan keyin mana shunaqangi ko'rinishga keladi. Xullas, bu qanday qilinadi? Bu narsani men After Effects'da qilishni ma'qul ko'raman. Premiere Pro'ni o'zida ham qanaqadir pluginlarda bor edi. O'sha motion blur qilib beradigan pluginlar bor, lekin ular uncha yaxshi ishlamaydi, qotib qoladi. Mana bu protsessorga, video kartaga ko'p nagruzka tushiradi. Shuning uchun men ko'proq After Effects'da qilishni ma'qul ko'raman. After Effects'da anchagina yengilroq bo'ladi-da bu narsa. Buning uchun siz mana shu kadrni, mana shu tezlashtirilgan kadrni tanlaysizligini After Effects'ga o'tkazib olishimiz kerak. Bu uchun mana shu kadrlarni tanlab, ustiga o'ng knopkani bosib, Replace with After Effects Composition'ga bosishimiz kerak. Agar bu yozuv chiqmasa sizda, mana bunga o'xshab xira bo'lib ko'rinmay tursa, ya'ni bosilmasa, demak siz ustanovka qilgan After Effects Premiere Pro bilan birgalikda ishlay olmaydi. Ya'ni versiyasi bir-biriga to'g'ri kelmaganligi uchun mana shu narsa ochilmasligi mumkin. Lekin hozir ko'rib turibsiz, mana menda ochiladi va men o'sha Replace with After Effects Composition'ga bosaman. Va avtomatik tarzda mana shu kliplar After Effects'ga o'tadi. Siz buni alohida proyekt qilib saqlanib qilib olishingiz kerak. Endi men avval qilgandim bu narsani, endi hozir yana qaytadan повтор qilyapman-da. Xullas, kadrimiz After Effects'ga o'tdi. Разрешениесini sal pasaytirib olaylik, yaxshiroq play bo'lishi uchun. Mana kadrimiz After Effects'ga o'tdi. Ko'rib turibsiz, bu yerda bu effekt yo'q. Bu effekt mana shu yerda Effects and Presets paneliga Pixel deb yozasiz. Pixel deb yozganingizda Pixel Motion Blur kelib chiqadi effekti. Mana shuni olib shunchaki klipni ustiga tashlaymiz. Ko'rdingiz, klipimiz birdaniga o'zgardi. Ikkinchisiga ham tashlaymiz. Endi mana bu Effects Control paneliga tushdi. O'sha effektda bu yerda har xil nastroykalari bor. Mana Shutter Angle, Angel boyagi. Xullas, bu nastroykalarni kavlab ko'rib ham har xil natijalarga erishishingiz mumkin-da. Masalan, Shutter Samples'ni sal ko'paytirishingiz mumkin, 5 ta emas, 10 ta qilishingiz mumkin. Bunda kadr yana ham shu olib ketadi-da. Masalan, sal ko'paytirsak, ko'rishingiz mumkin, kadr yana ham shu olib ketadi-da. Mana hozir ikkinchi effektga, ikkinchi kadrga qo'llanilyapti. Mana e'tibor qarating, Shutter Angle'ni yo'q. Adashdim. Bu 180 da turaveradi. Shutter Sample'da demoqchi edim. Masalan, 5 qilib qo'ysangiz yoki 2 qilib qo'ysak, qarang qancha farq bo'ladi va buni misol uchun 12 qilaylik. 12 qilsak, qancha ko'paytirsangiz shuncha kadr shu holatda qisqasi. Xullas, shunday qilib nastroykalarni kavlashtirib, shularni chuqurlab, yana har xil
ko'proq bir natijaga erishish mumkin. Xullas, buni keng men 10 qilib qo'yay. Mana shu shutter angle-ni sample-ni 10 qilib qo'yaman. Shu bilan bo'ldi. Bu effekt уже mana shu kliplarga qo'llanildi. Mana endi siz yana bu proyektni shunday saqlantirib qo'yib, After Effects'ni yopib, Premiere'ga o'tganingizda mana shu kliplaringiz mana bunaqangi ko'rinishga keladi. Bu alohida bitta sloy bo'ladi-da, bu уже After Effects sloy hisoblanadi. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, mana o'sha effekt Premiere Pro'da ham qo'llanilgan bo'ladi. Xullas, mana shunaqangi Pixel Motion Blur effekti orqali shunaqangi ajoyib kadrlarga, tezlashtirilgan kadrlarga shunaqangi chiroyli ko'rinish berish mumkin. E'tibor uchun rahmat. Sizga shu narsani ko'rsatib bermoqchi edim. Foydalaning. Montajlaringizni yana ham chiroyli qiling. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lish, like bosish, kommentariy qoldirishni esdan chiqarmaymiz. Sog' bo'ling.